Assalomu alaykum. Men bugun sizlarga qandoq mangudak darsligi tinchliklar kirishini ko'rsatib qo'yaman. Sizlar mangudak 2-chi sinfga tizimlayotgan bo'lsanglar, sizlarga mushu ilhot keldi. Nega darsni ulanmasi bor, tinchliklar ulanmasi va sizning ma'lum hisob bergan ismim bor. Mana mushu degan bizning dars ulanmasi, Zoom ders ulanmasi, darsni so'zlaganda mushu boshlashingiz kerak. Lekin Tinkercad'ga kirmoqchi bo'lsangiz, Tinkercad degan tordagi taqlid simulation. Ya'ni buni bilan torda Arduino'ni ishlata olasizlar. Sizlarda Arduino qattiq talab bo'lmasmi? Bu ularni bossanglar, sizlar mishiga kelsizlar. O'sha yeshil join with nickname degan narsani bossang, undan sizning ismingizni so'raydi. Ma'lum hisoblagan ismini. Siz bizning darsga tushmayotgan bo'lsangiz, biz sizga bir ism yasab berdik. Shu ism Mishel bo'ldi. Shu ismni ko'chirib, undan Mishelga qo'yib, that's me deganni bersam, hamda siz bizniki Tinkercad sinfga kirdingiz. Mana. Darsni ko'rmoqchi bo'lsangiz, classes degan yeshil xatni bossiz. Undan mana siz bizning darsni ichida Mehmetjon ma'lum sizlarga ko'rsatgan narsani hammasini ko'ra olasizlar. Ma'qulmisiz? Xushimsiz? Allohu a'lam.